bir qori degan ekanlar payg'ambar alayhisalom, Qur'onni o'qisa, uni o'ziga yo'lboshchi qilsa, halolini halol desa, haromini harom desa, jannatga o'sha qorini Xudo kirgizadi va o'zini ahli baytlaridan 10 kishini nima qiladi? Do'zax ularga vojib bo'lgan 10 ta nafar qarindoshini shafaat qilib kirib ketadi degan ekanlar. 10 ta do'zaxiy qarindoshiga nima ekan? Shafaatchi bo'lar ekan azlar. Mana shu Abdurrahmon qorakam mana chiroyli qilib o'qib, hammamizni qalbimizni eritib, shu bizga Allohning kalomini tilovat qilib berdilar, ha? Bu shuning dadalari bor. Shavkatjon akam, Mulla Shavkatjon akam. Alloh umrlarini uzoq qilsin. Hozir bir gap aytaman. Shuni aytolmayapman. Yig'idan o'zimni to'xtatolmayman deb birodarlar. Lekin ibratli narsa shuni men aytishim kerak. Hozir mana shu joyda men so'radimki, "Qallar, dadingiz keldilarmi?" dedim. Har kuni keladi u kishi. Oldiga kelmaydi, orqalarda eshitib, tinglab, yig'lab ketadi. So'radim, endi bugun xatmona shu keldilarmi? Bir men haqlariga alohida duo qilib, o'zi to'n kiydirishim kerak. Dunyoni hammasini berib olsam ham u kishiga kam. Men berolmayman-u, lekin hech bo'lmasa bir rahmat deb so'rashib bir nima qilib qo'yaman-da, qallar desam, qarang azizlar, keldilar-u, lekin baqa kelmaylar. Oxirroqda turib tavajjuh qilib turadilar. O'g'lim shu adashib ketib qolmasa, musulmonlarni oldiga chiqib mehrobda Allohning kalomini o'qib beryapti. Adashib qolmasa, ey Xudo adashtirmagin shuni deb orqadan turib tavajjuh qilib turarlar, baqa kelmaylar deyaptilar. Orqada tursa bo'ladi, ko'ksini kerib, mazza qilib tursa bo'ladi. Mana o'g'limni qoriq qo'yganman, bulbuldek sayrayapti deb mazza qilib tursa bo'ladi. Qarang ota ekanda. Orqada turib, tavajjuh qilib, yig'lab shu turarlar va baqa kelolmaylar deyaptilar. Hozir mana shu gap bo'ldi azizlar. Ana shu kishini, Shavkatjon akamni ixloslari, muhabbatlari, bu kishini onalari, xolami muhabbati, ixloslari yana aytmasam bo'lmaydi birodarlar. Bu kishini opoqilari Alloh rahmat qilsin, Mulla Maqsadali Xalpa bovom. Meni qiblagohim aytib beradilar. Shunaqangi Qur'onga muhabbatli, shunaqangi ixlosli qorilarga shunaqangi bir muhabbatlari kuchli kishi edi u kishini. Bizi buvomiz bilan o'ta qadrdon bo'lgan, yaqin bo'lgan, bizi buvomiz uchun jonini tikib yuboradigan odam bo'lgan ekanda, shunaqangi shijoatli bu kishiga o'xshab. Ular muhabbatli odamlar kam birodarlar. Shu kishi deydilar, haligi maytafonlar yangi chiqqanda qachon ko'rsalar meni qiblagohim shuni eslatib aytaveradilar. O'zlarini guvohlarida aytaman. Maytafonlar yangi chiqqanda deydilar, Xalil Husoriy, Mishaviy qorakalar Alloh rahmat qilsin, shularni eshitib maytafonda kasetalarni qaytlardandir topib kelib, audio kasetalar bo'lardi-yu, eshitib yig'laverar ekanlarda, meni ham zurriyotlarimdan qorilar chiqarmikin? Meni farzandlarim, zurriyotlarimdan ham bir ahli Qur'onlar chiqarmikin deb shunaqangi yig'lab ixlosli kishi bo'lgan ekan. Alloh rahmat qilsin, bomiz chiqadi bu ixlosizga deb ko'p duo qilgan ekanlar. O'sha zotni ham bugun eslaymiz, Xudo rahmat qilsin. Bu bizga azizlar katta ibrat. Biz ahli Qur'onlarga muhabbat qilmagunimizga qadar, ixlos qilmagunimizga qadar ahli Qur'on bizdan chiqmaydi. Zurriyotimizdan chiqmaydi birodarlar.
qachon hurmat qilsak, muhabbat qilsak, ahli ilmlar uchun jonimizni, molimizni fido qilsak keyin chiqadi. Bu gapimga men javob beraman, hamma joyda gapiraman birodarlar. O'zidan o'zi 1000 ta olimga bering, 1000 ta qoriga bering, siz ahli ilmlarga, ahli Qur'onlarga muhabbatingiz yo'qmi? Saflamang ortiqcha, o'zingizni qiynamang, balezdan chiqmaydi. Ana mana sizga tayyor shohid, guvoh turibdi mana. Nechta qorilarda so'rang, hammasini otasi, buvosi, enasi, momosi muhabbatli bo'lgan, o'shaning uchun chiqqan birodarlar.